Dunyodagi tunji AIDS virusiga giribtor bo'lgan kishi zodi nima ish qilgan? U zodi nima sababdan bu kasallikka giribtor bo'lgan? Bundan 40 yil avval AIDS virusi tunji paydo bo'lganda kishilar butun qo'rqinchni va hayronlikni dal 0-numurlik bemor qaratgan. Undaqda bu 0-numurlik bemor zodi nima ish qildi? Qani bugun biz vaqtni 1980-yilga qaytirib bu ishning sababini birlikda ko'rib boqaylik. 1980-yili 5-oyning ma'lum bir kuni Doga ismli Kanada aviatsiyasining aeroplan xodimi aynakka qarayotganda o'qirak so'nkining ostida paydo bo'lgan najbatchi so'sin va qora rangli dog'larni ko'rib qattiq qo'rqib ketgan. Keyinidan u doktorxonaga berib tekshirtgandan keyin doktor uning bir xil oz uchraydigan o'sma kasallik giribtor bo'lganligini aytgan. Doga buningla men har yillik salomatlik tekshirishda yaxshi chiqayotgan, uning ustiga hech qanday og'riqlarni his qilmagan bo'lsam, qandaqmi bunday bo'lib qolaman deb hayron qolgan. Doktor uningga bu kasal asosligi immunitet iqtidori alohida tuvallab ketgan. Masalan, a'zo ko'chirish operatsiyasi qilgan. Uzun mazgil immunitet kuchini tormozlovchi dori yeydigan kishilarda oson ko'rildi deb javob bergan. Bu gapni anglagandan keyin Doga texim hayron qolgan. Chunki u hech qanday operatsiya qildirib boqmagan yoki immunitet iqtidorini tormozlovchi dorini yeb boqmaganligini aytgan. Undaqda bu zot qanday qish? Amaliyotda uning bu kasallikka giribtor bo'lishini uning turmushidan surishtirishga bo'ladi. Doga bir hamjinis bo'lib, uning turmushi intayin qalaymiqon va murakkab. U 1972-yildan boshlab har yili necha yuzlagan kishilar bilan munosabat qilib kelgan. Hatto Shimoliy Amerikaning har qaysi cho'ng shaharlaridagi kashf bazmxona, qavoxonalarda uning simasini ko'rgil bo'ladigan holatga yetgan. Uning ustiga u aeroplan xodim bo'lg'achqa Arab daxili New York, San Fransisko qatorliq shaharlarga berib nurg'un adlar bilan uchrashishga chiqqan. Eng ko'p bo'lganda hatto 3 kunda 14 odam bilan qilishga tegishli bo'lmagan ishlarni qilgan. 1980-yili uning shu jihatga hamroh bo'lganlarning soni 2500 odamga yetib ketgan. Ayni chaqda doktor uning badandagi ahvolini ko'rib, buningga bu kasallik tarqalishchan kasallik qalaymiqon uchrashga chiqma deb eskartgan. Ammo Doga doktorning gapiga ancha ahamiyat bermagan hamda o'zining qalaymiqon turmushini davomlashtiravergan. Doktor bu kasallikning ayni chaqda AIDS ekanligini bilmaganlik uchun qaysi usullar orqali tarqaladiganligini aniq demagan. Doganing turmushi mana shunday o'xshash holatda davomlashavergan. Hatto 1981-yilning qish kuni u San Fransiskodagi ma'lum joyda yangi tanishgan hamrohiga men hamjinis rakiga giribtor bo'lib qolgan o'xshayman, ammo men bunga parvo qilmayman degan. Keyin Los Angeles va New York qatorliq shaharlarda Dogaga o'xshash o'sma kasallik giribtor bo'lgan hamjinisliklar bargancha ko'paygan. Bu ishlarni ko'rib Amerika kasalliklarni tizginlash markazi ishlarning toza normal emasligini, buning oddiy kasallik emasligini tushungan. Kasalliklarni tizginlash markazi bu ishga qarata iz qo'llab tekshirish orqali nihoyat tezda Dogani topgan. Chunki nurg'un kasal bo'lgan kishilarning ko'pincha Doga bilan uchrashib boqqanligini aytgan. 1982-yili kasalliklarni tizginlash markazi uni topganda u nihoyat moslashgan holda qo'lidagi daftarini ichib 72 o'zi bilan munosabat qilgan odamning ismi va aloqalash nomerini deb bergan. Doktorlar shu ismlik bo'yicha izlab odamlarni topgandan keyin intayin hayron qolgan. Chunki tizimliklarning ichidagi ko'pinchida hozir kasallik alomatining ko'rilib bo'lganligini, hatto ba'zilarining o'lib ketganligini bilgan. 1984-yil 3-oyda Doga uyda o'lib ketgan. Bu vaqtda Shimoliy Amerikada allaqachon 2000 dan ortiq odam bu kasal bilan rasmiy yuqumlangan deb diagnoz qo'yilgan. Kasalliklarni tizginlash markazi kasalning tarqalish rasmini chiqarib Doganing ismi atrofiga U harfidan birini yozib qo'ygan. Shu sababdan Doga 0-numurlik bemor deb atalib qolgan. Bu 0-numur degan ismni ko'rib nurg'un kishilar uni tunji bo'lib AIDS virusi bilan yuqumlanguchi deb qaragan. Keyin tadqiqotchilar oxiriy tekshirish orqali AIDS virusining kelish tarixini topgandan keyin bu vaqtda kishilar ondan yiliq 0-numurlik bemor Doganing tunji AIDS bilan yuqumlanguchi emasligini bilgan. Hozir AIDS virusi butun dunyoda intayin keng tarqalgan virusning birisi bo'lib qoldi. Eng yangi statistikaga asoslanganda Xinjiangdagi yuqumlanuvchilarning soni 100 ming odamga yetib ketdi. Shuning uchun o'zingizni qo'g'dashni, oilangizni qo'g'dashni, hayotingizni qadrlashni hargiz unutib qolmang.